Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga ko'k turpning foydalari haqida aytib o'taman. Ko'k turp bu nafaqat mazali, balki juda foydali sabzavot. U organizmni tozalaydi, immunitetni mustahkamlaydi, shamollash va yo'talda yordam beradi, hazmni yaxshilaydi, yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va ozishga yordam beradi. Shuningdek, ko'k turp terini chiroyli qiladi, tish va milklarni mustahkamlaydi hamda tanadagi zaharli moddalarni chiqaradi. Sog'lom hayot uchun haftasiga hech bo'lmasa bir marta ko'k turp iste'mol qiling. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang.